Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi Sog'lom avlod bolalar oromgohi mavsum davomida 500 nafardan ortiq dam oluvchilarga xizmat qilishi belgilangan. So'lim tabiat qo'ynida joylashgan maskanda bolajonlarning bir nechta sport turlari bilan shug'ullanishlari va to'garak mashg'ulotlariga qatnashishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Xonqa tumanidagi Sog'lom avlod bolalar oromgohida ham bolajonlar yozgi ta'til kunlarini maroqli o'tkazishmoqda. Buning uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Ta'lim-tarbiya sifatini, sportning ommaviyligini, kitobxonlik madaniyatini oshirishga ham alohida ahamiyat qaratilgan. Dam oluvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun muhim 5 tashabbus doirasidagi to'garaklar ish yuritmoqda. Ayniqsa 12 kunlik maxsus dasturning ishlab chiqilgani bu borada yanada ahamiyatli bo'lyapti. Dam olish maskani tabiati va bu yerda bolajonlar uchun hozirlangan sharoitlar, yo'lga qo'yilgan mashg'ulotlar har bir kunning unutilmas o'tishiga xizmat qilyapti. Yoz kunlarini tengdoshlari va yangi do'stlari davrasida o'tkazayotgan o'g'il-qizlarning quvonchi cheksiz. Birinchi navbatda 126 nafar dam oluvchimiz bugungi kunda dam olib kelmoqdalar. Shulardan 26 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasi Shimonay rayonidan kelgan dam oluvchilar bo'lib, ular bilan birgalikda to'garaklarda, turli fan to'garaklari, kasb to'garaklarida faoliyatlar olib boryapmiz va zakovat o'yinlari, kitobxonlik tadbirlarini tashkil qilib kelyapmiz. Bularning orasida o'quvchilarimizning o'zlari qiziqishlari bo'yicha ingliz tili, rus tili, tikuvchilik to'garaklari ham tashkil qilganmiz. Bu yerga men 3-ret kelayotganim. Bu yerda har xil o'yinlar bo'lyapti. Menga bu yer unadi, tabiati, go'zalligi, bu yerda juda suluv qilib bezagan. Bu yer menga juda unadi, muallimlarda unadi. Har bir bola qiziqishiga mos ravishda to'garak mashg'ulotlarga yo'naltiriladi. Ayniqsa oromgohda guruhlar o'rtasida muntazam ravishda intellektual o'yinlar, sport musobaqalari tashkil etilmoqda.